kelin o'zini familiyasini erini familiyasiga o'zgartiradi. Mumkin emasmi? Mumkin emas, harom, qat'an harom bu. Bu falonchani qizi, masalan deylik, Fatima Abdullohning qizi. Lekin bunga turmushga chiqqandan so'ng Fatima Hasanboyning qizi bo'lib qoladi. Nega? Bilmadim, bu domlamiz adashdimi, adashmadimi? Yo'q. Familiya o'zgartirilsa qanday otasining ham ismi o'zgarib qolishi mumkin? Otchisi o'zgarmaydi, to'g'rimi? Biron bir ilm ahli bormi? Bir kommentariy yozinglar, bu qanaqa? Tagiga yetib qo'yinglar deyman endi, bilmasdan. Endi familiya o'zgarsa, otchisi o'zgarmaydi. Kelin masalan Nozimaxon Keldiyorova bo'lsa, misol uchun o'zini familiyasi Nozimaxon Murodovaga aylandi-da, otchisi o'zida qoladi-yu baribir. Yo'q, bu ham bo'lmasmikan?